Uylaringiz qutlug' bo'lsin. Xo'jaylari qilib, narsalar qilsa, havas qilib chiqib, ey Allohim, menga ham shunaqa uylar bo'larmikin? Allohdan kechqurunlari so'rardim, uyg'onib ketdim. Allohim, meni jo'natadigan xo'jayinim yo'q. O'zing g'oyiblaringdan bergin Allohim menga. Shahloxon opa, sizni haqingizda menga bir gap keldi. Qaynotasini juda ham chiroyli xizmatini qilar dedi. Shundaymi? Necha yoshdalar qaynotangiz? 80 ga kirishadi. Ha, yerdagi farishta bo'lib qolib, kel bola. Duolarni olagan. Dadang nima bo'lib o'tib ketgan bola? Ha? Dadalar nima bo'ldi? Infarktmi? Ha. Yuragidanmi muammo? Maktabga chiqyapsanmi? Uylaringiz qutlug' bo'lsin, juda chiroyli bo'lsin, Xudo rozi bo'lsin. Keling, Hoji bobo. Mikrofonni men sizga qadab qo'yay. Mana shu yigit ham sizni o'g'illaringizda bo'lib yursin, Xudoyo. Keling, bir duo qiling mana shu oyatlarni. Kel bola. Ilohim amin. Amin ya Rabbal. Allohim o'zingga beadad shukur. Allohim o'zingga beadad shukur. Alhamdulillah robbil alamin. Shunaqangi mana chiroyli uylar bo'libdi. Muborak bo'lsin. Bu uylarda to'ylar bo'lsin. Bu yigitlar kelajakda olim, olimalar, ulamolar bo'lsin. Ota-onasiga mehribon bo'lib, shu mehribon bo'lsin, yaxshi qaraversin ilohim. Endi nasib qilsin bundan bariga. O'qimishi bo'lib, mana shu yerda qaysi barakali to'ylar bo'ladigan xonadon bo'lsin inshaalloh. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban. Muborak bo'lsin. Hoji bobo, kamida sizning o'g'illaringizda bo'lsin. Ha, bolam. Xursandmisan? Muborak bo'lsin. Ha? Ana Qaynotangizni xizmatini juda chiroyli qilar ekansiz. Eshitdim, Alloh muborak qilsin. Xudoya yaxshiliklar, o'g'illaringiz. Nechta o'g'lingiz bor? 2 ta. 2 ta o'g'lingiz bor ekan. Akamiz nima ish qilardilar? Usta edilar. Ustamilar. Oxiratlari obod bo'lsin. Necha yil bo'ldi o'tib qolganlar? 4 yil bo'lyapti. Necha yoshlarda o'tib qolgan? 35 da o'tdi. 35 yoshdan. Uyingizda bunaqa bo'lib ketishini o'ylaganmidingiz? Yo'q. Qalbdan to'g'risini aytadi. O'ylaganman. Allohdan so'rardim. Qo'shnilarimizdikida xo'jaylari qilib, narsalar qilsa, havas qilib chiqib, ey Allohim, menga ham shunaqa uylar bo'larmikin? Der edim. Allohdan kechqurunlari so'rardim, uyg'onib ketdim. Allohim, meni jo'natadigan xo'jayinim yo'q. O'zing g'oyiblaringdan bergin Allohim menga. Bolalarimga rizq nasibasini bergin. Derdim. Allohimga oson ekan. Oson ekan. Mana to'kis qilib farzandlarim uchun yaxshi sharoitlarni qilib berdi. Ashqoch akamizga ham katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin iloyim. Bolalarning orzu havaslarini ko'rsin. Haqiqiy o'shalar haqiqiy jannat inson deymanda. Mana bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turishadi. Ba'zilarda kommentga yozishadi, biron bir manfaat bo'lmasa bunaqa qilmaydi deydi. Yo'q, unaqa emas deb odamlarga aytkim keladi-yu, keyin shu narsalarni o'ralashib qolmaydi deyman. Mana o'sha odamlarning pul moli davlatimiz yetib ortarli bo'lsa, o'zi bunaqa boqib qo'ygan bolajonlarga qilib berayotgan bo'lsa, nima manfaat bo'lishi mumkin? Shunga hayronman-da. Haligi siz boya aytdingiz-ku, havas qilardim dedingiz-ku. Havas ko'z bilan qarashimiz kerak biz hamma narsaga. Shunaqa. Haligi falonchining bo'lib ketyapti-yu, pokinchining bo'lib ketyapti, u haromdan qilyapti, unaqa yo'q, unaqa o'ylamasligimiz kerak. Havas ko'z bilan qarashni men aytyapsiz-ku, musofir yurtda erlar ishlab pul jo'natganda, to'g'rimi? Menga kim jo'natadi? Sizga Alloh jo'natdi mana. Qarang, ana qaynotangizni chiroyli xizmatini qilar ekansiz. Ana shu xizmatni, ana shu duolarning ijobatidan boshqa gap so'z yo'q. Bir ish bo'ldi, qo'shnim bilan jicha haligi bo'lib qoldim. Endi uni sharoiti yaxshi. Uni hamma narsasi bor. Mana seshanbalik jo'natyapsizlar, Allohga shukr, sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Shuni aytdiki, betimga soldi.
sen bersang yeyman, bermasang olaman deb o'tiribsan dedi. Kirib namozlarimda ey Allohim, menga ham shunaqa narsalarda toqigan farzandlarim to'kis hayotlarda yashasin dedim. Allohga oson ekan, oson ekan. Chin dilimdan so'ravdim, meni berdi Allohim. Allohga shukr. Berganiga shukr. Vallarim rizq nasibasini berib turganiga ham shukr. Siz u gaplardan xafa bo'lmang. Bitta gapni men sizga ochiq aytaymi, mana bu joyda xolis aytaman. Sizlar bor, biz xizmat qilib qolyapmiz. Savob xaltamizga savobimizni to'ldirib olyapmiz. Sizlar bor, puli bor boylar oxiratda Rasululloh alayhi vasallamga qo'shni bo'lib olyapti. Mana hozir tasavvur qiling, biz hecham yetimlar ko'payishini xohlamaymiz. Agar shu bolalar bo'lmasa, bizga o'sha narsa yo'qmidi? Yo'q edi-da. Baribir Allohning taqdiri ekan. Yaqinda bir gap eshitib qoldik, buni ko'pchilik ham aytyapmiz-ku. Bitta inson olamdan o'tadigan bo'lsa, uni farzandlari yetim bo'lib qolar ekan. O'sha farzandlarni Xudo taolo o'zi kafillikka olar ekan. Va kafillikka olgan insonni ham Xudo kafillikka olar ekan. Bu baxt bu. To'g'rimi oyatulloh? Katta bo'lsang Xudo xolsa, sen ham shunaqa ehson qiladigan uylar qilib bo'ptimi jonim bolam? Mayli, sog' bo'linglar, uylaringiz o'zlaringizga buyurib nasib qilsin. To'y qilsalaring aytinglar kelamiz. Xudo xolisa. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Xursand bo'ldim. Salomat bo'linglar. Xudo xolisa. Sog' bo'linglar, Xudoyim.